siz bilan u eringiz bunaqa gapirishga haqqi yo'q, nimaga unaqa gapiradi deb gapirsam, bu ozgina noadekvat bo'ladi. Siz o'zingiz shu narsaga ruxsat bergansiz, o'zingiz shunaqa bo'lib bergansiz. Erkak boshda bir marta yomon gapiradi, qariydi, qani yeydimi, yemaydimi? Yedi. Keyin ikkinchi marta 2 karra ko'proq qo'pollashadi. Keyin qariydi, yeydimi, yemadimi deydi. Yedi deydi. Keyin 3 karra qo'pollashadi va tabiiyki bora san deydi, ko'chadagi itga ham kerak emassan degan darajagacha o'ziga ruxsat beradi shunday gapirishga. Chunki siz o'z vaqtida bu narsani stop, men bilan bunday mumkin emas, siz qanaqa gaplashyapsiz, men bilan bunaqa gaplashmang demagansiz va haligacha bu narsani chidab yashayapsiz. Haligacha u sizga gapirib so'kib tashlasa, siz shuni chidayapsiz. Aslida erkak, qizlar o erkakka ozgina o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini nima deydi, qadrini biladigan, o'zini bunaqa qilmang, men siz bilan mana bu yerda mana bunday mumkin, men bilan mana bu yerda bunday mumkin emas deydigan ayolni yaxshi ko'radi erkaklar, hurmat qiladi. Ularga boshqacha munosabatda bo'ladi.